Yol topolmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi. Endi biz ham uylanamiz. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Yol topolmay qiynalamiz. Ya, mana kulgichingiz bor ekan-a? Buni olishga sal qiynalamiz. Marhamat qilib, mana sharikani og'zingizga solib, lo'ngingizga chiqarib turing. Nima bu? Bumi? Bu haligi sartaroshlarning maxsus sharikasi. Sharikani olishingizni chiqarib tursangiz, taranglasa, sal olishga qiynalatyapman-da. Mana. Ha? Buni yutib nima bo'ladi? Ha? Yutib olsam nima bo'ladi? Yutib olsangiz, chiqsa yo'q, ertaga olib kelib beramiz. Ko'plar shunday qiladi. Mana sharikdan 2 kun oldin bittasi yutib olib, bugun olib kelib berdi. Nima? Farosat bormi? Yerga tushgan sharikdan endi qanaqa qilib odamlar og'ziga solaman?